Şirketning taraqqiyoti uchun hammamiz o'zimizning eng zo'r kuchini ko'rsataylik, ballar. Shuning uchun har birimiz o'zimizning kasbda utuq qozonishimiz uchun men qaltis degan shuarni qalbimizga tengishimiz kerak. Ha? Hamda hammamiz birlikda baqimiz, ha? O'zimizga ishongan oldi deymiz, ha? Men qaltis! Men qaltis! Men qaltis! Men qaltis! Men qaltis! Men qaltis! Men qaltis. Men qaltis! Men qaltis. Men qaltis! Men qaltis olsun. Sen şu göçtüysen kulakmamda da ya ahramda ağlamamda. Ama özüm başlangıçta Ürümçi'de okugan. Ondan sual başlayıp gittim ha. Mesela gümüş bir çoğun yük yaptım bu böyle saati 120 kilometrelik süratle peş geçse. Bu kala saati 10 kilometrelik sürat bilen takı çıkıldı. Ondan sonra sual. Bizning qo'shnimizningki o'g'li qaysi maktabda o'qiydi? Ya, öktebe. Yaraysa. Shundan so'ng xizmat topilgan ertadan boshlab xizmatga kelsanmi bo'ladi, kelmasanmi bo'ladi. Boshqinglar. Nima doktorxona boshlanishgan kirib oldinglar? Bunlar. Bakalım ko'rganchilar bo'ladi. Ha? Ko'rmagan belki. Bye. Nima ish qilganingizda mashinam so'qtirib atdingiz-ku? Sizga bir yaxshilik qilib qo'ydim. Yaxshilik? Ha. Ism kartochka. Qo'lingizdan berdiramizmi? Mashina yasayman. Aynaga olsangiz mashina yasash o'rni bor. Pechat qo'yib mashina. Men-chi xalq doktorxonasidan tashqi kasalliklar doktori. Aka yaxshimisiz? Yaxshi. Shinjon universitetiga qanday bordi? Sizdan universitetiga Ha. bilmamsa, Bilsam sizdan so'ramdim. depremde Ha. yaxshi o'qisangiz borsa sizdan universitetiga. Ha? Ha.